Akalar qo'yni suyagi yirigi, baquvvati elitasi kerak degan akalarimiz uchun mana akalar, haqiqiy suyagi yirigi, baquvvati akalar, zo'ridan zo'ri. Qo'yni olib turib boqaman degan akalarimiz uchun mana shunaqa sifatli qo'ylarni ko'rsatish uchun Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar Yakkadara qishlog'iga yetib keldik. Assalomu alaykum, bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bu akalarimiz, mana akalar, qo'yni rangi tozasi kerak degan akalarimiz uchun mana shunaqa sifatli yirigi akalar bo'ydorlari akalar mana shu yerda turibdi. Hammamizni xonadonimizga akalar mana shunday qo'ylardan minglab millionlab boqib xalqimizga yetkazish nasib qilsin. Endi akalar bu yerdagi qo'ylarimiz sonini, yeb ichishini bir so'z bilan aytganda hamma ma'lumotlarni quyuq-suyuq sizlarga yetkazaveramiz. Akalar sizlar bemalol akalar kamerani qarshisiga to'g'ri telefon qarshisiga yaxshiroq o'rnashib olib akalar mana shunday qo'ylarimizni bor ma'lumotlarini ko'rib, bilib, xudo xolasa telefon qilib baraka ko'rsalaringiz bo'laveradi. Endi akalar bu yerdagi qo'ylarimizga ozroqgina e'tibor berib qarashlaringizni xohlardim. Qo'ylarning suyagi juda yirik. To'g'risini aytaylik, ancha katta qo'ylar, lekin endi akalar yoshi ham sal balandroqligi bilinib turibdi. Olgan odam akalar xudo xolasa boqish yo'nalishiga ham yoki bo'lmasa bir 2-3 marta qo'zisini olaman degan akalarimizga ham to'g'ri kelaveradi. Endi akalar bu yerdagi qo'ylarimizda hamma ma'lumotlarni xudo xolasa sizlarga egalaridan olib yetkazishni boshladik. Bismillah. Aka, hormang, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz zo'r. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz ham charchamayapsizmi? Endi aka bu qo'ylarni xudo xolasa kattalar ekan, juda suyakli. Suyakli, katta. Gap yo'q. Bu yerda necha bor shunday qo'yimiz bor aka? 45 ta. 45 bor. Gap yo'q. Akalar mana ko'ryapmiz, juda suyaklari yirik, ustilari akalar supaday, ancha mana ko'raverishlaringiz mumkin. Ancha yaxshi, suyakli, tez semiradigan qo'ylar-da bular. Endi aka bu qo'ylarimizda 45 ta deyapmiz. Mana aka, mana shular. Mana shularning yoshi qanday aka? Yoshi 6-8 ta. 6-8 ta. Shunday. Ichiga tish to'kib, tish maydalar bunaqalar yo'qmi? Bitta ikkita. Endi bo'lishi mumkin. Suruvda baribir. Bitta ikkita bo'lishi mumkin. Akalar mana ko'ryapmiz, xudo xolasa. Bari bo'g'oz qo'chqardan chiqyapti. Mana qo'ylar bo'g'oz qo'yman. Qora qo'ylarmi? Mana shu qora qo'ylar. Mana shu qora qo'ylarimizni bo'g'oz deyaptilar. Endi aka, buni xudo xolasa agar qo'chqordan chiqayotgan bo'lsa, bir 2 yil bemalol qo'zisini olsa bo'ladi-da. Bo'ladi. Faqat gap e'tibor bilan qarab, qarashga. Yashang. Akalar mana ko'rib turibmiz, qo'chqorlarimiz ham xudo xolasa ishini qilyapti qo'ylarimiz bilan. Bemalol akalar olib turib foydalansalaringiz bo'laveradi. Endi aka bu qo'ylarni xudo xolasa bo'ylari nechi? Bo'yini 80 plusga olaversin, suhrat. 80 plusga. Lekin mana ichida katta qo'ylar bor. 90 ham bor. Endi 90 ki bo'lmasa ham 85 ta ko'pda. 80 plusga olaversin. Akalar 80 plusga olaverasizlar, lekin bemalol metr qo'y bo'lsa-sizlardan 85 ko'pini suyagi ancha yirik qo'y ekan. Aka, bu qo'ylarimizni endi sifatlari alohida. Mana juda qirq ekan. Shularni qo'ysa ham juda yaxshi chiqsa kerak, xudo xolasa. Nazi zo'r, bari sariq. Gap yo'q. Aka, bu qo'ylarni endi sog'ligiga garantiya bera olamiz. Sog'ligiga garantiya 1 hafta suhrat. 1 hafta garantiya berasiz. 1 hafta garantiya, 1 hafta 10 kun garantiyasi bor. Joningiz sog' bo'lsin. Demak, o'sha 1 haftancha bemalol kelib ko'rib tekshirib olishasiz. Shunday. Olib ketgan kundan boshlab o'sha 1 hafta 10 kun garantiyasi bor. Yashang. Akalar, xudo xolasa olib ketgan kunlaringizdan boshlab 1 hafta 10 kun xudo xolasa garantiyasi bor. Bemalol akalar kelasizlar, xudo xolasa qo'ylarimizni ustida tekshirib ko'rib olaverasizlar. Aka, bu qo'yni endi asosiy joylari barib pulga taqaladi-da. Shunday. Qo'y har doim pulga taqalgandan keyin shu dastavkasi ham barib pul bo'lyapti aka. Shunday. Buni dastavkasini ham shu yengilroq qilib barib o'zingizni qo'lingizda barib qo'ylar bir qilib berishni yo'li bormi? Nasib, Suhratboy, obunachilaringizni xursand qilamiz, xudo. Dastavka masalasida o'ylamasdan. Dastavka masalasida o'ylamasiz. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, dastavka O'zbekiston Lubey tochkasiga dastavka beramiz. 10 ta olgan qo'yga. Demak 10 ta olgan akalarimizga dastavka bor. Dastavka bor, Akalar 10 ta oldim degan akalarimizga xudo xolasa dastavkadan bemalol chaqirtirib olsalaringiz bo'laveradi, dastavkani qilib beraveradilar. Endi aka, bu dastavkani qilib berganingiz-ku yaxshi. Xudo xolasa narxiga ta'sir qilib ketmaydimi juda? Yo'q. Yengil bo'ladimi? Yengil bo'ladi. Gap. Aka, necha puldan beramiz shu qo'ylarni? Mana shu qo'ylarni 4,5 dan Suhrat. Aka, unday demangga, 4,5 ga sal buni tishi baland-da. Nech pul deysiz? Men elga nech pul qo'yapsiz? Aka, shu eldan chiqmaymiz. Eldan chiqmaymiz, 3 million 800 bo'ladimi? Suhrat 3 million 800 kamroq bo'ladi. Aka, endi 3 million 800 ham yaxshi bo'l endi. Qirishdan qilib bersam bo'ladimi, Suhrat? Aka, yo'q, qirish demang aka. Qirish baland bo'ladi. O'zingiz yana biror narsa degan qani bo'ladi desangiz, bir narx to'g'ri kelsa bo'ladi. Lubey olgan odamga mana shu qo'zilarni 1 yil qo'zisini olib turib shunday boqib yuborsa ham bo'ladi. Qo'zisini o'zi olgan puliga sotadi. Xudo xolasa aytganingiz-chi, agar mana shu qo'ylarimiz endi qo'chqordan chiqyapti, mana hozir mana shu qo'ylar yosh qo'yda, masalan, 6 qo'y bo'lsa kerak. Yosh qo'y. Mana shu qo'ylar yosh qo'y akalar. Bu mana shu qo'ylarni akalar xudo xolasa olgan joylaringizdan keyin bemalol
qo'chqorni qo'yib yo bo'lmasa mana shu qo'chqor bilan olsalaringiz, bu qochadi, bular hali yosh, xudo xolasa bola beradi. Bular bola bermaydi degan gap emas. Shunday. Endi aka, keling shu bo'ladigan qiling. Qo'zisini xudo xolasa keyingi yil foydasiga mana shu narxga sotsin-da, siz bilan biz Qo'ydi narxiga sota nasib bo'lsa. yashang. Endi shu yil qo'zi ham pul bo'ldi lekin. Qo'zi ham pul bo'ldi. Shunday bo'ldi. Men shularni qo'zini o'zi boqishga taylaganman. 4 milliondan ziyod olar qo'zi. Aka, endi o'zingiz ham bir narxga sal nima qiling, kelishtiring aka. 4 million. 42 dan qilib beraman Suhrob. 42 bo'lmaydi aka, unday demangda. Bo'ladigan qiling, ko'nglingizdagini bir ayting, qani men eshitay aka, bo'ladi desangiz bo'ladi deyman, bo'lmasa sal baland bo'ladi deymizda aka. Suhrob, buni bo'lar 4 milliondan dastlabkasi ham o'zim. 4 milliondan. 4 million so'mdan dastlabkasi ham o'zimdan. Buni qara osmonga olib maqtayotgan foydasi yo'q. Mana shu gapingiz boshqacha bo'ldi. Dastlabkasi ham o'zimdan 4 million so'mdan. Hozir qarang, men siz bilan yana talashayotmay, qo'yga juda past kurs bo'lib ketamiz talashsak-da. Shunday. Qo'yni ancha eti yaxshi, bo'ylari ham yaxshi, suyakli ekan. Yana xayriga o'zi biron narsa o'tasizmi? Bir joyga olaman deganga yana xayriga 1-2 so'm o'tib beraman gapni ochib. Demak, ustiga kelganlar. Mana bu qo'ylar o'zi ikkinchiga tug'di. O'zi ikkinchi qorin. Ikkinchiga tug'di, ikkinchi qo'ysini ham ayirdim. 1 yilga 2 tug'yaman shu. Gapi. Ikkinchi to'lni 1 yilga berdim. Ikkinchi to'lni bergan akalar. Bu degani etini ozroq tomog'iga qarasalar, qo'y qochaveradi. Xudo xolasa qo'ylarimiz zo'r. Olib baraka topinglar akalar. Mana shunday katta-katta qo'ylarimizdan 45 bosh dedik. 45 bosh ko'rsatik akalar. Yoshiga keladigan bo'lsak akalar 6 tish, 8 tish, bitta yarim endi tishga tikani bo'lishi mumkin ekan. Shuning uchun akalar pastdagi nomerlarni qoldirib ketamiz. Pastda akamiz nomerlarini qoldirib ketamiz. Telefon qilib, qo'ylarni yana ham 1-2 so'm xayriga so'rab olsalaringiz bo'laveradi. Mana shu qo'ylarimiz xudo xolasa hech ikkilanmay aytsa bo'ladi. Qo'chqorga agar qochirsa qochadigan qo'ylar. Bemalol akalar. O'zi qo'chqordan qochib bo'lgan. Qochib bo'lgan deysiz? Men ham shunday deb o'yladim, lekin katta gapirgim kelmadi. Endi aka, pastda nomerni qoldiramiz, o'zi yana bir xayriga biron narsa o'tib berasiz. Bir qo'lga olganga. Bir qo'lga olganga xayriga o'tib beraman. Tayoqdaylarga narx o'zgarmaydimi? O'zgarmaydi. Endi ichidan poychalab olsa baribir bilaman pelyus deysiz. Narxiga bitta yarim o'zgar, tayoqdaylarga narx o'zgarmaydi. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar ulgurib qolamiz. Mana sizlar uchun Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar, xo'p, mana shunday yaxshi qo'zlarimizni bugungi sanamiz, ya'ni 6-iyul sanasi bilan ko'rsatib o'tdik. Ulgurib qolamiz. Hammamiz xonadonimizga mana shunaqa sifatli qo'y qo'zlardan minglab millionlab boqish nasib qilsin.